Assalomu alaykum. Oziy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz. Hop, qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari, hamda onamda toza qonli arasham qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan, hop, arzonchilar, o'ptimchilar qishlog'idan syomkalarimizni olib boramiz. Akalar, bugun xudo xolasa hop, qo'ylar narxini zo'r qilib qo'yib beraman deb chaqirgan akamiz Dilmurodjon akamizni mini qo'y firmalariga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Keling, Dilmurod aka, tuzimsiz charchamasdan xudo xolasa. Ishlar bo'lyaptimi? Ha, rahmat. Birinchisiga xudo xolasa qo'chqorni zo'ridan akana. Men mana kanal yangi. Hop, Xudo xolasa qo'ylar katta bo'lib ketadigan qo'zi qo'chqor baqaman. Bo'yi 95 baland qo'zi bo'lsa men olaman deydigan odam bor mana. qo'chqorni zo'r, ha? Qo'zi bu. Qo'zimi? Bir tishini ochib ko'rsak bo'ladimi? Gap yo'q. Xudo xolasa qo'zichoq aka. Akalar, bu kastiyaklariga, ko'kraklariga bir marta bahoyimizni berib qo'yamiz, xudo xolasa. Akalar, dumba razres xudo xolasa hamma tomonlama kelishga zo'r variantidan olaman deganlarga. Hop, Dilmurod aka, endi buni bo'ybaslarini nechiga beramiz aka? 95 chiqadi bo'yi. O'lchab beraymi mana shu bo'yini? Ana, 10 metr bor aka. Aka, bir o'lchab ko'rsataylikchi. Ko'rsataylik mana shuni. Endi kanal yangi, xudo xolasa obunachilar ko'rib hali qilib olishsin deymiz-da mana. Mana akalar. Metrda mana bunday qo'yamiz. Mana. 95 ga 95 plyus ashni 95 ga olishaver akalar aka. Xohlasin 95 ga olsa, xohlasin 90 plyus ga olsa. 90 plyusga ham olishaveradi. Akalar, Navruzbek, hali o'sadiganlarcha bu, hali ancha o'sadi bu. hali o'sadigan narsa, hali ancha o'sadi. 1 metrdan o'tib ketadi bu qo'y. Xudo xolasa ekishga chiqqancha 1 metrdan o'tib ketadigan variantidan so'ragan akalarimizga. Abdulmurod aka, endi buni narxlariga nima deymiz aka? Endi buni narxini Navruzbek o'zimiz ham yengil olmaganmiz. Hop, Yengil olmaganmiz. $1500 ga beraman qo'y. $1500. Kami bor-a? O'tib beraman. $100 o'tib berasizmi? $100 ko'p bo'lib ketadi-da $100. $50 o'tib berasizmi? $50 o'tib beraman. 1450 ga. 1450. Joningiz sog' bo'lsin. Hop, hurmatli obunachilar, 1450 ga telefon qilib aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa qo'yavering. Bundayda Qo'z qo'chqorni zo'rini olaman deganlarga, jonivorni qaranglar. Bundayda Ha, molda puli yo'q, u yo'q, bu yo'q deydi. Ha, Molda o'zini o'rni bor, qo'yda o'zini o'rni bor. ha, to'ppa-to'g'ri aka. To'g'risida? Molni junini olishmasa, qo'y junini olishadi, to'g'rimi? Molda puli degan bilan Ha. ko'ryapmiz. 100 ming, 200 ming, $1 million dollarlargacha sotyapti qo'ydi. To'g'ri. Akalar, bo'lmasa biz ikkinchi partiyaga xudo xolos sovliqlar-a? Ha, sovliq bor. Ikkinchi partiyaga sovliqlarimizni olib chiqamiz akalar. Akalar, ikkinchi partiyamizga bo'g'oz sovliqda katta velikan variantlaridan olaman deganlarga. Abdulmurod aka, soni 5 dona ekan-a? 7 ishti sog'lomliklariga hamma yo'g'i zo'r, xudo xolasa. 7 ishti sog'lomliklaridan muammosi yo'q akalar, xudo xolasa. Hop. Bo'g'oz sovliq qo'yladi, xudo xolasa zo'rlari. Hop, yoshlari qanaqa aka bulardi? 4-6 tish. 4 tish, 6 tish. Bo'ybaslari nechiga chiqadi aka? 80 plyus olishaveradi. Bo'ybaslari 80 plyus, mollari 85 ham chiqib qolar ekan, xudo xolasa. 80 plyus olishaveradi. 80 plyusga olaverasizlar. 7 ish sog'lomliklariga bir hafta garantiyasini berasizmi? Beraman garantiyasini. Bir hafta garantiya, xudo xolasa. Hop. Dilmurod aka, endi buni bo'g'oz qisirligi xudo xolasa bo'g'oz-a? Endi xudo xolasa bo'g'oz. Hop. Yo'q, Allohdan. Yo'q, Alloh. O'zi ko'rinib, qorin solib qo'ygan. Ha. O'zi ko'rinib turibdi. Kelar qorin solib ancha nima bo'lib qolgan, xudo xolasa. Hop. Dilmurod aka, endi buni bunday gap aka. Bu videomizni cho'zmaylik, kanal yangi. Nimaga aka, videomiz 10 minutlik bo'ladigan bo'lsa ham hech qancha odam ko'rmay qoldi aka. Shuning uchun buni narxini ayting, bo'ldi, videoni tugatamiz. Bular 9 milliondan. Bo'ladi mana. O'tib beraman 9 million. Qanchadan o'tib berasiz aka? Men 200 mingdan o'tib beraman, 1 million. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, mana 8 million 800 ming so'mdan telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Akalar, kanal yangi, obuna bo'lib qo'yinglar. Bugunga hop videolarimiz mana shular edi. Hop, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh chorvalaringga baraka bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha akalar, ilojini boricha kommentariyada iliq fikrlaringizni bildirib, qo'llab-quvvatlab turinglar akalar. Kanaldan yiroqlashmang, xudo xolasa yangi kanalda yangi narxlar bo'ladi.